boylanıp gitti. Kaç gün mı bizne yoksul gadayla aldı da işe okuştup bizim bek hakaret edildi. Bugün bir Kasım tola başına buraya etini vermeydim ha. Duruz. Bay hocam, bu gaday hakikaten bekede de işip gitti. Onu çağırıp edibini vermese katte bu mu de bay hocam. Qaysan bu? Hoş begim. Derhal berip Kasım tolla kileş. Boladı begim. Başla bu işler. Qasımqa sizdə bir soraydigan gap batdı. Xoş. Bu yol yasaydiganlar avval başlap bu ikki tarafga yo'lning ikki tarafiga eri qilib olganlar. İşken undaqımız yolun oturusunu qanda tapadılar. Qasımqa, Xoş. sizdan so'raydigan yana bir savol bor-edi. So'zlafkan. Sizlarcha xotindan qo'rqqanning foydasi bormidi yo'qmidi? Belki foydası var kan xotindan qo'rqqandan. Qanday deylar? Oshpazlik bilgan bolalar. Aş otdi gene chipi bossam, oldimdan bördü ish chiqib qolmasma. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qasımqa aslında Baq hocam o'zoriga chaqiribdi. Nima qildi kan yeri kechiribkan meni? Ciddi bir ish varki Baq hocam kiribdi ketsin degatdasinlar. Qadi Mehmet, o'sha birat. Mamsa bek hocam qichqirtgan berib kelay. Juma Xo'sh, berib kel. Bo'ldi taqsir. Yo'lda boylab maqsad. Mush bek hocamdan kel, pishib qapqas men to'laydigan bo'lib oldi ya. Xo'sh kelsin. Assalomu alaykum beklara. Va alaykum assalom. Killa Qasim aya killa. Xo'sh bek hocam men to'l tutganlar. Bugun ma bekliga bir ziyofat bergan. Bir go'shaq yeb ishing yig'ilishib qolsin dedi-ku. Qasim yomon bo'lmaganda. Edim bo'lsa hocam yo'q, edim bo'lsa adibsining banasida. Mehmon tomoq tatinglar. Xo'sh Baq hocam shu. Mehmonlar soat nechiringlar? Qasim necha vaqtingizni nima ish qilib yurding? Voy bek hocam shu o'zimning saysi kunini yurdik bu yurtda. Bak hocam bu lazım mesle. Bak rahmet. Eşkallah. Eşkallah. Rahmet Bey hocam. La oldu bo'lmay qoldi. Qasim axun tayyorlagan soat nechiringlar? Voy nima kulishini beklara. Ma bishbaq bedi bilan eshakning to'qima kulishyaptanlar. Boy hocam men qasriq bozordan olgan kiyimni bergan bilan menga o'zining yeydig'ini, o'zining kiydig'ini berdi emasmi?